Zudlik bilan bu videoni ko'ring. Chunki men hozir aytadigan ma'lumot har bir odamga tegishli. Kartasi bor odamga ham, telefonida bank ilovasi bor odamga ham, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadigan odamga ham. Bugun oddiy bitta xato tufayli odamlar bir necha daqiqa ichida yillar davomida yig'an pulidan ayrilyapti. Men sizga qo'rqitish uchun emas, aniq ogohlantirish uchun murojaat qilyapman. Videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumotni yaqinlaringiz ham ko'rish kerak. Bugungi mavzu juda jiddiy. Telefon orqali, bank kartalari orqali, soxta havolalar orqali va ijtimoiy tarmoqlardagi aldovlar orqali pulingizni olib qo'yish holatlari keskin ko'paygan. Oldin firibgar deganda ko'pchilik ko'chada aldab ketadigan, hujjat bilan chalg'itadigan odamni tushunardi. Hozir esa firibgar sizga uyga kelmaydi, eshik taqillatmaydi, yuzma-yuz gaplashmaydi. U sizning telefoningizga kiradi, siz bilan juda ishonchli ohangda gaplashadi, bank xodimi, operator, davlat idorasi vakili yetkazib berish xizmati yoki hatto tanishingiz nomidan yozadi. Eng xavflisi shuki, u sizni shoshiltiradi. Hozir qilmasangiz karta bloklanadi. Hozir tasdiq qilmasangiz pulingiz yo'qoladi. Hozir kodni aytmasangiz ariza bekor bo'ladi deydi. Aslida esa pulingiz aynan o'sha shoshilish paytida yo'qoladi. Avvallari odamlar asosan naqd pulni ehtiyot qilardi. Uyda pulni qayerga qo'yishni o'ylardi. Bozorda hamyonni ushlab yurardi. Katta summa bilan yurganda ehtiyot bo'lardi. Hozir vaziyat o'zgardi. Endi pulning katta qismi telefonda, kartada, bank ilovasida, elektron hamyonda turibdi. Bu qulay. Lekin xavf ham shunga yarasha ko'paydi. Chunki telefoningizdagi bitta kod, bitta tasdiqlash tugmasi, bitta havola orqali firibgar sizning pulingizga yo'l topishi mumkin. Men ekspert sifatida eng ko'p ko'radigan xato shu. Odamlar karta raqami bilan maxfiy kodlarning farqini tushunmaydi. Karta raqami har doim ham sir emas, lekin tasdiqlash kodi, ilovaga kirish paroli, bir martalik kod, pasport ma'lumotlari va bank ilovasidagi ruxsatlar juda muhim. Ularni hech kimga aytish mumkin emas. Keling, muammoni oddiy tilda tushuntiraman. Firibgarlarning asosiy maqsadi sizni texnik jihatdan emas, ruhiy jihatdan sindirish. Ular sizning telefoningizni buzib kirishdan ko'ra sizni o'zingiz kodni aytishga majbur qilishni afzal ko'radi. Masalan, sizga qo'ng'iroq qilib, kartangizdan shubhali to'lov qilinmoqda, bekor qilish uchun kodni ayting deyshadi. Siz qo'rqasiz. Pulim ketib qolmasin deb o'ylaysiz. Telefoningizga kod keladi. Siz uni aytasiz. Aslida o'sha kod to'lovni bekor qilish uchun emas, firibgarning sizning hisobingizga kirishi yoki pul o'tkazmasini tasdiqlashi uchun kerak bo'ladi. Natijada siz pulni himoya qilaman deb o'zingiz tasdiqlab berasiz. Kimlar ko'proq xavf ostida? Birinchidan, bank ilovasidan foydalanadigan har bir odam. Yosh bo'lishingiz, texnikani yaxshi bilishingiz sizni to'liq himoya qilmaydi. Men shunday holatlarni ko'rganman. Oliy ma'lumotli, ishbilarmon, har kuni internetdan foydalanadigan odam ham shoshilgan paytda aldangan. Ikkinchidan, katta yoshdagilar alohida xavf ostida, chunki ularga davlatdan yordam puli chiqdi. Pensiya hisobingizni tasdiqlang. Subsidiyangiz tayyor degan gaplar bilan murojaat qilishadi. Uchinchidan, savdo qiladiganlar, do'kon egalari, e'lon saytlari, telefon sotadiganlar, uy ijaraga beradiganlar ham xavf ostida. Chunki ularga xaridor yoki mijoz sifati yozib, oldindan pul tashlayman, mana havolaga kiring deyishadi. Masalan, bir odam telefonini e'lon saytiga 2.500.000 so'mga qo'ydi. Unga xaridor yozdi. Men olaman. Yetkazib berish xizmati orqali pulni jo'nataman. Siz faqat mana bu havolada karta ma'lumotlarini kiriting dedi. Odam havolani ochdi. Sahifa juda chiroyli edi, haqiqiy xizmat saytiga o'xshardi. U karta raqamini, amal qilish muddatini, telefoniga kelgan kodni kiritdi. Bir daqiqadan keyin kartasidan 2.300.000 so'm yechildi. E'tibor bering. U pul olish uchun kirdi, lekin pul berib qo'ydi. Firibgarlar aynan shunday psixologik tuzoq qo'yadi. Pul olaman degan kayfiyatda odam ehtiyotkorlikni pasaytiradi. Yana bir misol. Bir ayolga bank xavfsizlik bo'limidamiz deb qo'ng'iroq qilishgan. Sizning nomingizdan 8 million so'mlik kredit rasmiylashtirilmoqda. Agar siz olmagan bo'lsangiz darhol bekor qilamiz deyishgan. Ayol qo'rqib ketgan. Firibgar unga bank ilovasiga kirishni, ayrim tugmalarni bosishni, kelgan kodni o'qib berishni aytgan. Natijada uning nomidan kredit olinmagan bo'lsa ham, u o'z kartasidagi 5 million so'mni firibgar hisobiga o'tkazib yuborgan. Bu yerda eng muhim nuqta. Bank xodimi hech qachon sizdan kod so'ramaydi.
Haqiqiy bank xodimi sizga ilovadan nima bosishni buyurmaydi. Haqiqiy bank xodimi telefonni qo'ymang, aks holda pulingiz ketadi deb bosim qilmaydi. Yana bitta juda keng tarqalgan holat. Tanishingiz nomidan xabar keladi. Masalan, Telegram yoki boshqa tarmoqda do'stingiz yozadi. Akka, kartam ishlamayapti, iltimos 20 million so'm tashlab turing, kechqurun qaytaraman. Siz qaraysiz, rasmam o'sha, ismam o'sha, ishonasiz. Pul yuborasiz, keyin bilsangiz. Uning akkaunti buzilgan bo'ladi. Firibgar bir vaqtning o'zida uning o'nlab tanishlariga shunday xabar yuborgan. Bu holatda eng oddiy qoida pul yuborishdan oldin o'sha odamga oddiy telefon orqali qo'ng'iroq qiling, ovozini eshiting. Haqiqatan senmisan deb so'rang. Agar qo'ng'iroq qila olmasangiz, hech bo'lmasa faqat ikkovingiz biladigan savol bering. Chunki yozishmada ko'ringan ism va rasm dalil emas. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar siz hech qachon kodni hech kimga aytmasangiz, notanish havolalarga kirmasangiz, bank ilovasiga kirish parolini boshqalarga bermasangiz, telefoningizga kelgan har qanday tasdiqlash xabarini o'qib tushunsangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin men ehtiyotkorman deb butunlay beparvo bo'lish ham noto'g'ri. Chunki firibgarlar aynan ishonchli odamlarni ham aldash uchun yangidan yangi usullar o'ylab topadi. Bugun ular bank nomidan qo'ng'iroq qiladi. Ertaga yetkazib berish xizmati nomidan yozadi. Indinga esa jarima, soliq, bojxona, stipendiya, ishga qabul, sovrin yoki aksiya bahonasi bilan aldaydi. Endi asosiy belgilarni tushuntiraman. Agar kimdir sizni shoshiltirsa, bu birinchi xavf belgisi. Hozir darhol 2 daqiqa ichida telefonni qo'ymang degan so'zlar odatda bosim uchun ishlatiladi. Agar kimdir sizdan kod so'rasa, bu ikkinchi xavf belgisi. Kod sizga keldimi? Demak, u faqat siz uchun. Uni bank ham, operator ham, davlat idorasi ham so'ramasligi kerak. Agar kimdir havola yuborib, karta ma'lumotlarini kiriting desa, bu uchinchi xavf belgisi. Ayniqsa havola manzili g'alati bo'lsa, harflar almashtirilgan bo'lsa, oxirida notanish so'zlar bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Agar kimdir pulingizni xavfsiz hisobga o'tkazing desa, bu 4-xavf belgisi. Bunday xavfsiz hisob degan narsa amalda firibgarning hisob raqami bo'lishi mumkin. Istisnolar va nozik joylar ham bor. Masalan, bankdan haqiqatan ham xabar kelishi mumkin. To'lov qilinganda, kirish bo'lganda, kredit bo'yicha eslatma bo'lganda bank xabar yuboradi. Lekin xabar kelgani uchun undagi har bir havola xavfsiz degani emas. Xabar kimdan kelganiga, matn va mazmuniga, havola manziliga qarash kerak. Eng to'g'ri yo'l. Xabardagi havolani bosmang, bank ilovasini o'zingiz oching yoki kartaning orqa tomonidagi rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling. Yana bir nozik joy. Ba'zi firibgarlar telefon raqamini bank raqamiga o'xshatib ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ekranda ko'ringan raqamga qarab darhol ishonmang. Qo'ng'iroqni uzing, rasmiy raqamni o'zingiz tering. Yana bir pitfall, ya'ni ko'pchilik sezmaydigan tuzoq, ekran ulashish ilovalari. Firibgar muammoni hal qilish uchun mana bu ilovani o'rnating, men yordam beraman deydi. Siz ilovani o'rnatasiz, ruxsat berasiz, u esa telefoningiz ekranini ko'ra boshlaydi yoki boshqarishga yaqin imkoniyat oladi. Siz bank ilovasiga kirasiz. U barcha harakatlaringizni ko'radi. Ba'zan odamlar men kodni aytmadim-ku deydi. To'g'ri, lekin siz kodni ekranda ko'rsatdingiz yoki o'zingiz kiritdingiz, firibgar esa shu jarayonni kuzatdi. Shuning uchun notanish odamning ko'rsatmasi bilan hech qachon telefoningizga masofadan yordam beruvchi ilova o'rnatmang. Yana bir nozik masala qarindoshlar kartasidan foydalanish. Ko'p oilalarda ota-onaning kartasi farzand telefoniga ulangan. Agar xotinning bank ilovalari bir-birining telefonida ochilgan, bolalar ota-onaning telefonida o'yin o'ynaydi. Bu qulay tuyuladi, lekin xavfli. Bola notanish havolani bosishi, soxta sovrin o'ynasida karta ma'lumotlarini kiritishi tasodifan zararli ilovani o'rnatishi mumkin. Agar oilada katta summa turadigan karta bo'lsa, uni kundalik xarajatlar uchun ishlatiladigan kartadan ajrating. Masalan, asosiy kartada 20 million so'm tursa, kundalik kartada 300 ming yoki 500 ming so'm qoldirish ancha xavfsiz. Har kuni kerak bo'lsa, kerakli summani o'tkazib ishlating. Amaliy qadamlar haqida aniq aytaman. Birinchi qadam, hoziroq bank ilovangizdagi xavfsizlik sozlamalarini tekshiring. Kirish parolingiz oddiy bo'lmasin. Tug'ilgan yil, telefon raqamining oxiri, 11, 1234, 1000 kabi parollarni ishlatmang. Agar ilovada biometrik kirish, qo'shimcha tasdiqlash, qurilmalarni boshqarish bo'limi bo'lsa, kirib tekshiring. Siz tanimaydigan qurilma ulangan bo'lsa, darhol chiqarib tashlang.
Ikkinchi qadam, SMS va xabarnomalarni o'qimasdan tasdiqlamang. Har bir kod kelganda u nimani tasdiqlayotganini o'qing. To'lovni tasdiqlash, qurilmani ulash, parolni tiklash, pul o'tkazish degan so'zlar bo'lsa. Ayniqsa ehtiyot bo'ling. Uchinchi qadam, kartangizga limit qo'ying. Ko'pchilik buni qilmaydi, lekin bu juda foydali. Bank ilovasida kunlik to'lov limiti, internet to'lovlari limiti, pul o'tkazish limiti bo'lishi mumkin. Agar siz odatda bir kunda 200 ming so'mdan ortiq onlayn to'lov qilmasangiz, limitni 500 ming yoki 20 million so'm qilib qo'yish mumkin. Bu firibgarlikni to'liq to'xtatmasligi mumkin, lekin zarar miqdorini kamaytiradi. To'rtinchi qadam, katta pulni bitta kartada ushlab turmang. Jamg'arma hisob muddatli omonat yoki alohida karta ishlating. Asosiy karta raqamini hamma joyda ishlatavermang. Beshinchi qadam, agar sizga shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, 3 ta ishni qiling. Birinchisi, suhbatni cho'zmang va kod aytmang. Ikkinchisi, qo'ng'iroqni uzing. Uchinchisi, bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki rasmiy ilovaga kiring. Firibgarlar ko'pincha telefonni qo'ysangiz ariza yopiladi deb qo'rqitadi. Aslida haqiqiy tashkilot sizni telefon liniyasida ushlab turib qaror qabul qildirmaydi. 6-qadam. Oilangizdagi katta yoshdagilarga bu qoidalarni tushuntiring. Faqat hech kimga ishonmang deyish yetarli emas. Ularga misol bilan ayting. Agar bankdanman desam kod aytmang. Agar pul yutdingiz desam havolaga kirmang. Agar men yozib pul so'rasam ham oldin menga qo'ng'iroq qiling. Agar allaqachon aldangan bo'lsangiz nima qilish kerak? Vaqtni yo'qotmang. Birinchi navbatda bankka darhol qo'ng'iroq qiling va kartani bloklang. Bank ilovasiga kira olsangiz, kartani vaqtincha muzlatib qo'ying. Ikkinchi navbatda barcha dalillarni saqlang. Telefon raqami, xabarlar, havolalar, pul o'tkazgich cheki, karta raqami, suhbat skrinshotlari, qo'ng'iroq vaqti. Uchinchi navbatda ichki ishlar organlariga yoki tegishli kiberxavfsizlik bo'limlariga murojaat qiling. Arizada voqeani aniq yozing, qachon qo'ng'iroq bo'ldi, kim deb tanishtirdi, qaysi raqamdan bog'landi, qancha pul yechildi, qaysi bank kartasidan ketdi, pul qaysi hisobga o'tdi. 4-navbatda bankdan operatsiya bo'yicha ma'lumot so'rang. Har doim pul qaytadi deb va'da berib bo'lmaydi, lekin tez harakat qilish imkoniyatini oshiradi. Ariza yozayotganda umumiy gaplar bilan cheklanib qolmang. Meni aldashdi deb yozish kamlik qiladi. Falonga o'xshash shaxs menga soat 1:35 da qo'ng'iroq qildi. O'zini bank xodimi deb tanishtirdi. Kartamdan shubhali pul yechilayotganini aytdi. Keyin telefonimga kelgan kodni so'radi. Kodni aytganimdan keyin kartamdan 3 million 700 ming so'm yechildi deb yozing. Agar havola orqali kirgan bo'lsangiz, havolani yozing. Agar Telegram orqali yozishgan bo'lsangiz, foydalanuvchi nomini, raqamini, profil rasmini, yozishmalarini saqlang. Screenshotni o'chirmang, suhbatni tozalamang. Raqamni bloklashdan oldin dalillarni olib qo'ying. Yana bir muhim maslahat. Firibgarlikdan keyin ikkinchi firibgarlik boshlanishi mumkin. Ya'ni siz pulingizni yo'qotdingiz, keyin boshqa bir odam men pulingizni qaytarib beraman, tanishim bor. Avval xizmat haqi yuboring deydi. Bu ham firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech kimga pulni qaytarish uchun oldindan to'lov yubormang. Rasmiy yo'l bank va huquqni muhofaza qiluvchi organlar orqali bo'ladi. Internetda yo'qolgan pulni qaytaramiz. Firibgarni topib beramiz. Karta orqali pulni qaytarish xizmati degan e'lonlarga ehtiyot bo'ling. Og'ir ahvolda qolgan odam umidga tez ishonadi. Firibgarlar esa aynan shu holatdan foydalanadi. Endi men sizga kundalik hayot uchun oddiy, lekin kuchli qo'yda beraman. Biror odam sizdan kod, parol, karta orqasidagi raqam, pasport ma'lumoti yoki bank ilovasidagi harakatni so'rasa to'xtang. Shoshilmang, nafas oling. Men hozir tekshiraman deb qo'ng'iroqni uzing. Haqiqiy muammo bo'lsa, uni rasmiy kanal orqali hal qilasiz. Soxta muammo bo'lsa, shu bir daqiqalik tanaffus sizni katta zarardan saqlaydi. Firibgarlar tezlikni yaxshi ko'radi. Xavfsizlik esa tekshirishni yaxshi ko'radi. Siz tekshirganingiz sari ularning imkoniyati kamayadi. Yana shuni unutmang. Bepul sovrin, oson pul, kafolatlangan daromad, 2 barobar foyda faqat bugun aksiyasi. Davlatdan pul ajratildi degan xabarlarning hammasini tekshirish kerak. Masalan, 500 ming so'm yordam puli oling deb havola yuborilsa, rasmiy davlat portali yoki rasmiy tashkilot sayfasidan tekshirmasdan ma'lumot kiritmang. Investitsiya qiling, o'yiga 3% daromad desa, bu juda katta xavf belgisi. Oddiy iqtisodiy mantiq bor. Daromad juda yuqori va xavfsiz deb ko'rsatilsa, u odatda real emas. Odamlar ko'pincha ehtiyoj, qarz
tez bo'yish istagi yoki qo'rquv sabab aldanganini tan oladi. Demak, o'z hissiy holatingizni ham nazorat qiling. Xulosa qilib aytaman. Bugungi kunda pulingizni himoya qilish uchun faqat kuchli karta yoki yaxshi bank yetarli emas. Sizning hushyorligingiz eng katta himoya. Kodni hech kimga aytmang. Notanish havolaga karta ma'lumoti kiritmang. Bank nomidan qo'ng'iroq bo'lsa ham rasmiy raqam orqali qayta tekshiring. Katta pulni kundalik kartada saqlamang. Oilangizga, ayniqsa ota-onangiz va farzandlaringizga bu qoidalarni tushuntiring. Agar aldangan bo'lsangiz, darhol bankka qo'ng'iroq qiling. Kartani bloklang, dalillarni saqlang va rasmiy ariza bering. Endi sizdan so'rayman. Siz yoki tanishingiz shunday qo'ng'iroq, soxta vola bank nomidan aldov yoki pul yuborib turing degan xabarga duch kelganmisiz? Izohlarda yozing, boshqalar ham o'qib ehtiyot bo'lsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta odam vaqtida ogohlantirilsa, uning puli, asabi va tinchligi saqlanib qolishi mumkin.